Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah ve ba'd. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma ya rabbel alamin. Bugün kelgan dersimiz bolsa bayanu yani Şeyh Said Ahmed Balamboli rahimahullah yazgan Mabadiul Usul namlıq usul fiqh kitabının bayanu hurufil maani diye yer keldik. Yani manilik harflerinin bayanı. Manilik harflerinin bayanı diye yer keldik. Hoş, endi biz bugünkü dersimizden ilgili dersimizden bir alakasını sizle bitip giteyli. Biz aldığımız dersimizde ikinci taksimning vujuhul istimalniki ikki qismi bo'lgan majaz bilan haqiqatniki tafsilotini tafsiliy so'zlab o'tgan edik. Tafsiliy. Haqiqat degan nima? Haqiqat degan bir ma'lum so'zniki dastlabda qo'yilgan ma'nosiga so'zning bir so'zning dastlabda qo'yilgan ma'niga ishlatilishi haqiqat deb ataladi. Bu so'zniki dastlabda qo'yilgan ma'niga emas, uni ma'nidan boshqa ma'niga bir sabab tufayli ko'chib aliyetki o'tni elinib ishlatilishi majaz deb ataladi deb uniki shu haqiqat qanday bo'lsa haqiqatga amal qilamiz, qanday bo'lsa majazga amal qilamiz deb buning dalillarini majazga o'tkazib o'tilgan dalillarni hamma tafsili so'zlab o'tgan edik oldingi darsimizda. Oldingi dars intayin muhim bir dars. Endi xo'sh, bugun musannif bizga shu haqiqat majaz bilan aloqador bo'lgan harflar to'g'riliq so'zlaydi. Bizda arab tilida huruful mabani, huruful maani deb ikki xil harf bor. Huruful mabani, huruful maani. Huruful mabani degan yani huruful hija, yani alif, ba, ta, sa, jim, ha. Bular hammasi huruful mabani deb ataladi. Yani bular faqatlam boshqa ism va fiillar shu harflardan tarkib topadigan uzuk harflar. Bu ilpa harfleri. Bu harflarning ma'nosi yo'q. Bu harflar ayrim bir ma'noni ko'rsatmaydi. Endi huruful maani deganda huruful maani bular o'z oldiga hammasining o'z oldiga ma'nolari bor. Buni biz Uyg'urchada bog'lig'uchilar deymiz. Uyg'urchada bog'lig'uchilar. Nima uchun desa? Chunki bu harflar ism bilan ismning orasini yoki fiil bilan fiilning orasini yoki ism bilan fiilning orasini bog'laydi. Bundaq bunun vazifasi nima uchun harf deb qo'yilgan desa, chunki bu harf degan taraf degan gap. Bir tarafda bo'ladi. Bu nima uchun bu bir tarafda bo'ladi desa, bu maqsudun bizzat emas. Bu harflar maqsudun bizzat emas, yani asosiy maqsad emas so'zda. Ammo buning roli intayin muhim, yani so'zlarni bog'laydi, kalimalarni ism bilan ismni bog'laydi, ism bilan fiilni bog'laydi, ism bilan fiilni bog'lab beradi. Yani orasini bog'lab berish nimasi bor? Roli bor. Ammo shu roldan boshqa yana bir ma'nosi, yani şu isim bilan ismni, yani söz bilan so'zni bog'lash bilan birlikda bu so'zlarga qo'shimcha ma'no berish. Yani qo'shimcha, yani ma'noni idofiyini berish. Qo'shimcha ma'noni berish nimasi bor? Arablarning foydasi bor. Endi buni biz nahv bilimida o'qiymiz. Yani grammatikada, nahvda mush harflarniki ma'nolarini o'qib chiqamiz. Ammo usul fiqhida shu nahvidagi yo'q bo'lgan ma'nolarni ko'ramiz. Usuliy yo'llarniki istilohida shu nimada yo'q bo'lgan nahvda yo'q bo'lgan ma'nolarni biz uchuta olamiz. Yani intayin foydali degan gap. Demak, usul nima? Hakim. Usul hakim. Nahv degan qanday bilim desa, nahv degan vasita. Nahv degan vasita. Yani asosiy maqsudun bizzat emas. Ammo usulchi desa, usul maqsud. Maqsudun bizzat. Usul dalil. Shuning uchun usuldagi ma'nolar intayin muhim. Shuning bu yani nahvda chiqmaydigan ma'nolar ama usulda chiqadi. Shuning uchun har bir usuliy cho'qim harflarning ma'nolarini cho'qim tafsiliy bilish kerak. Xo'sh, endi biz darsimizni boshlab ketaylik. Endi bizning mushu darsimizdagi oldingi darsdan bo'lgan aloqasi nima deganda, mushu harflarning, ma'nilik harflarning haqiqat ma'nosi bor, majoziy ma'nosi bor. Majoziy ma'nosi bor. Masalan, fi kelimesi mesela. Fi kelimesi o'zining haqiqiy ma'nosi zarfiya. Fi'niki haqiqiy ma'nosi zarfiya. Fi zarfiyat uchun keladi. Masalan, jalastu fil masjidi.
Men mescidin içinde oturdum. Hakiki manisi şu. Reviş üçün kirdi. Amma barchaqda majaz şunu da qatqashim bor. Ben mesela majaz uçaqda fi uçaqda mesela ala ma'nosini kelib qoladi. Ala. Fi ichida degan ma'noda emas, ustida degan ma'noda kelib qolsa, bu chaqda fi nima bo'ladi ma'nosi majoziy ma'no olgan bo'ladi. Mana bunda adresim shunday mana. Musannif nima deydi ma'noda va yattasilu bil haqiqati vel majaz. Endi haqiqat bilan majazga yuqorida o'tgan haqiqat bilan majazga bayanu hurufin laha maanin degan gap. Yani ma'nilari bor bo'lgan harflarning bayoni ulashib keladi. Chunki xuddi so'zlarning yani ism fiillarning haqiqiy ma'nosi, yani mavudi alah bo'lgan ma'nosi va g'ayri mavudi alah bo'lgan ma'nosi bo'lganidek bu harflarning dastlabki mavudi alah bo'lgan haqiqiy ma'nosi va g'ayri mavudi alah bo'lgan majoziy ma'nosi bo'ladi. Minha bu harflarning qatoridan huruful atf. Atf harfleri yani bağlığıcılar. Atf harfleri yani bağlığıcılar yaptığımız. Yani bir söz ile sözünü bağlaydıgan, cümle ile cümle bağlaydıgan bağlığıcılar mı? Mana şu ma'nilik harflerinin qatoridan. Hoş bu bağlığıcılar qasidesi ve hiye el vavu vel fa'u ve thumme ve bel ve lakin ve ev ve hatta. Yani o huruful atf olsa, atf harfleri olsa vav harfi, fa harfi ve thumme harfi, bel harfi ve lakin ve ev ve hatta qatarlıqlar. Mavamisi huruful atf deb atıldı. Usul fiqhinin istilahi boyunca. Ve minha ve emde muşu huruful ma'ninin qatarı yani ma'nilik harflerin qatarıdan huruful cer. Yani cer harfleri. Ve hiye ila ve ala ve fi vel ba. Bu dört harf yani olsa ila, ala, fi vel ba. Yani bu şu harflerin kendisindeki hakiki manası mı var ve mecazi ma'noları var. Tabii ki bunun ma'nilik harfler bunundan mı köp, bunundan mı cık. Lakin bizdeki usul fiqhida asas kılındıgan köp uçuraydıgan cık işletildigan ma'nolar muşu. Bunun başkaları köp nadir olganlık onu keltirmegen gap. Amma bunu diyecek o. Harfler bunu diyecek ma'nilik harfler. Amma muşu bizi söyleydiganlar acayip nima uçuraydıgan, köp uçuraydıgan ve usul fiqhida hükümni ifadelep berdigan hüküm. Bir asas bo'lgan sebep nima? Delil buluş ve bu delilden hükümni ifadeleş. Bu şu delilge tesir gösterleydigan, hükümge tesir gösterleydigan harfler mi muş harfler. Hoş. Birinci el vavu. Vav harfi. Bu li mutlaqil cem'i. Yani mutlak cem'i kılış üçündür. Mutlak cuglaş. Yani mutlak cuglaş degan gap, yani bir mutlak nima muqayyatning qarshi qarshi bo'lgan. Yani qayt cuglaş emas. Yani qayt cuglaş degan gap falanı geldi, falanı ununun kim geldi. Falanı geldi, falanı ununun burun geldi. Yani falanı geldi ve falanı birlik geldi degan falanı geldi. Falanı ve falanı geldi mutlak. Ama baldur geldi, kiyin geldi. Yani birlik geldi degan kayıt yok. Mutlak cuglaş üçün. Mesela miyadki mutlak nemi kartırdı yani min gayri tearrudin li muqaranetin ev tertib. Yani muqarene. Muqarene gibi birlik ilişki. Ya ki tertip bilen ilişki tigiş kımmastin davatıdı. Mutlakıl ceminin manası mı? Tefsir kıladı değil mi ya da? Min gayri tearrudin li muqaranet ev tertib. Yani vav harfinde ki nima tertip manası yok. Birlik eldige manası yok. Mesela ka caa zeydun ve amrun. Anladın? Bizdeki Hanefi mezhebinde vav harfinin kelimesi yok. Tertibini ifadelemeydi ve mukarenen hem ifadelemeydi. Mutlak cem. Yani Zeyd geldi ve emir geldi desek Zeyd bilen emir geldi. Zeyd ve emir geldi. Demek bu yerde mutlak olandıkken Zeyd bilen emir birlik kelgen buluşumu mümkün. Yahtemil. Zeyd bilen emir birlik kelgen buluşumu mümkün. Zeyd baldur emir keyin kelgen buluşumu mümkün. Emir baldur emir evvel Zeyd keyin kelgen buluşumu mümkün. Yani kullu vav'un içi kirip ketadi. Yani vav degan muyda ken arar. Amma Şafii mezhebinde andık emas. Ama Şafii mezhebinde mukarenen ifade ediyor değil. Mukarenen yani birle buluş ifade ediyor. Değil o. Şunun için bizde birle buluş ifade edilmeydi. Belki mutlak keldi. Yani çıkısının kel geldi. Baldır gelse mi, kin gelse mi, ten gelse mi, iş kılıp keldi diye bildirdi. Vav'un manası muşu. Şu hüküm, vav'un manasından bir münçi fıkhi hükümleri çıkıdı ya da. Bir münçi fıkhi hükümleri çıkıdı. Ve kad tekunu lil hali mecazen. Hem de
Vav'nın üzlü manası mutlaqil cem bo'ldi. Ba'zida vav harfi mecaz yo'li bilan hol uchun bo'lib qoladi. Ya'ni mecazen. Ya'ni vav'ning o'zining haqiqiy ma'nosi mutlaqil jama. Buni bilib bo'ldik. Endi lekin ba'zi chaqda mecaz yo'li bilan, mecaz ma'nosi bilan hol uchun bo'ladi vav. Ya'ni u chaqda haqiqat ma'nosini aytay desak, aytolmaymiz. Bu yerda qalini bizni to'sab turdi. Haqiqat ma'nosini aytishdan biz qalinidan bir to'sab turdi. Masalan, ka qawlihi li abdihi. Xo'jayinning o'zining qulig'imda degani o'xshash masalan. Addi ilayya alfan va anta hurrun debdi. Addi ilayya alfan va anta hurrun. Sen bana mingni bergin, 1000 dirhemni masalan. Sen ozodsan. Degan qaraydigan bo'lsak, mishadiki vav lil atf uchun bo'lanmaydi. Mishadiki vav atf uchun bo'lanmaydi. Nimishqa atf uchun bo'lanmaydi? Desa chunki addi ilayya alfan degan nima? Jumla inshaiyya. Ve ente hurrun degan cümle xabariyya. Endi atf qilishning qoidalaridan birisi, atf qilish joiz bo'lishning qoidalaridan biri chuqum bu ikki fiil, ikki jumla, her ikkinisi ya cümle inshaiyya bo'lishi kerak, ya cümle xabariyya bo'lishi kerak. Agar birinchi jumla inshaiyya, ikkinchi jumla xabariyya bo'lib qolsa, bu bir-birini atf qilish joiz bo'lmaydi. Shunda bo'lgandan demek bir yerdeki vav atf uchun bo'lishi joiz emas. Anda o'z qanday bo'lishi kerak desa, anda olganda bu vav hal uchun bo'lishi kerak. Bir yerdeki vav hal uchun, ya'ni addi ilayya alfan hala kavnika anta hur. Hala kavnika hur. Hala kavnika hurran degan bo'ldi ma'nosi. Ya'ni endi bu yerdeki biz vavning asli ma'nosidan ikkinchi ma'nosiga o'tganish bilan birga, lekin vavning bir munosabat bo'lishi kerak dedik başta biz. Majaz so'zining haqiqiy ma'nosi bilan mecazi ma'nosini o'tirisida chuqur bir aloqa bo'lish kerak, bir bog'lanish bo'lish kerak. Aloqada uzilkasi bo'lmaydi dedikmi? Buning bir ikkisini o'tirishdagi mutlaqil jam' degan ma'nosi yine qolib qoladi vavniki. Mutlaqil jam' degan ya'ni jamlash degan ma'nosini vavning tagida billa mangadi billa. Jamlaydi bu yerda zil hal bilan halni jamlaydi. Bu yerdagi hal, jumla haliya anta hur degan hal. Zil hal addi ilayya alfan zil hal. Endi mush ikkisini jamlaydi. Yani demek bir yerde muşunun azat degan hüküm muşunun sabit buluş için chuqum 1000 dirhem birli buluş kerak. 1000 dirhem birli buluş kerak. Yani 1000 dirhemning buluş bilan 1000 dirhemni bilish bilan uning ozotligi jamlanadi. Jam bo'ldi bu yerga. Jam bo'lgan chaqda hukm yani ozod bo'ladi. Demak, mishadagi ozod bo'lishga 1000 dirhemni bilish nim bo'lish shartga aylanib qoldi, shart. Ani jam degandan vav shartga aylanib qoladi. Shartga aylanib qolib, bu chuqur nima qilish uchun ozod bo'lish uchun 1000 dirhemni bilish kerak. Xuddi buni ma'nosi fayakunul ada'u shartan lil hurriyya. Shuningdek bu ada bir yerda, yani 1000 dirhemni bilish ada ozod bo'lishning sharti bo'lib qoladi. Xuddi nima degandan keyin in addi ilayya alfan anta hur degandek bo'lib qoladi. Sen menga 1000 ni bersang sen ozod degandek bo'lib qoladi ma'nosi. Bu yerdagi vav atf uchun emas. Atf uchun emas. Nimashqa atf bog'lanmaydi chunki biz jumla inshoiya, jumla xabariyaga atf qilinmaydi. Bu yerdagi vav hali yo'g'andan keyin vav degandek hali yo'g'an bilan lekin aslidagi bir jug'lash degan ma'nosi beradi, jamlash. Demak, zil hal bilan halni jamlaydi. Ya'ni seniki ozod bo'lgan holatingda menga 1000 ni bersang degan gap, ya'ni sening 1000 ni bilishing bilan sening ozod bo'lishing ikkisini jamlayman degan bo'ldi. Ya'ni sening 1000 ni bilishing bilan sening ozod bo'lishingni jamlayman. Ya'ni agar sen menga 1000 ni bersang sen ozod bo'lasan degan bo'ldi. Xo'sh. İkinci el-fa. El-fa'u lit-ta'qibi ma'al vasl. Yani fa harfi ikinci. Fa harfi bo'lsa lit-ta'qibi ma'al vasl. Ta'qib uchun birinci. Fa degan nima uchun keladi? Ta'qib. Ta'qib degan gap, ya'ni orqadan kelish. Orqadan kelish. Ma'al vasli. Ta'qibning tartib ma'nosi, tartib bilan kelish degan gap bo'ladi. Yani falani kelish, orqadan falani kelish. Ma'al vasl degan gap, yani ulush bilan. Ve şart emede. Mao ta'qibning sharti, fa'niki sharti chuqum üzülmey. Arkadan vaqt o'tmasdan kelish kerak. Masalan, jaa amrun fa zaydun desem, jaa amrun fa zaydun. Amr kilipla zayd geldi. Amr kilipla zayd geldi. Amrning arkasıdınla zayd geldi. Yani ulap yani. Amr kilip onun arkasından hiç qancha vaqt o'tmay turibla arqadanla amr keldi yoki zayd keldi deganga fa'ning asli ma'nosi mana bu shu. Bizga tartibni ifodalab berdi, lekin bu tartibning orasida nima yo'q, orliq yo'q. Yani faqat lam tartib bor,
Falani keldi, arqıdla falani keldi. Falani kelip falani keldi. Mundaq boldu da, undaq boldu. Uni oldi da, pichoqni oldi da, uni kesdi degandek. Ya'ni faqatlam da degandek bir ya'ni qisqa bir makonni zamonni ifodalaydi. Tartib bilan birga. Hamda buni gibi fiqhdan chiqadigan hukmni o'xshaydi. Fa harfi kelsa, va harfi kelgan bilan fiqhning darsi o'xshamaydi. Shuning uchun arab tili intayin inchki tillik usul en inchki usul. Hamda faman qala li zawjatihi kimki o'zining ayoliga mundaq desa. In dakhalti hadhihi ad-dara fa hadhihi in dakhalta hadhihi ad-dar fa hadhi fa anti taliq degan bo'lsa. Yani adam in dakhalti hadhihi ad-dar sen mau qo'rog'i kiysan. Fa hadhihi degan gap mahorga kelib arqidilla. Fa hadhihi degan gap yani arqidilla. Fa hadhihi ad-dar ma hadhihi min dar maqma. Arqidilla ma qo'rog'i kiysan. Sen ma qo'rog'i kelib arqidilla yani bunu bekindeki ma qo'rog'i kiysan fa anti taliq. Sen talaq degan bo'lsa mana bu yerda yaqa'u talaqu bu talaq إذا دخلت الثانية بعد الأولى. Yani bu ayol ikkinchi qo'rog'iga, ikkinchi hoyliga birinchi hoylidan keyin, ikkinchi qo'rog'iga birinchi qo'rog'idan keyin kirsa, bila tarixini degib, ya'ni oxirsida bir tahqir qilmasdan, bir to'xtab turmasdan, oxirini uzmasdan, oyliqni uzmasdan birinchi qo'rog'iga kelib, unga oxirida ikkinchi qo'rog'iga kirsa, taloq tushadi. Ammo dastlabda ikkinchi qo'rog'iga kelib, ikkinchi hoyliga kirib, uni keyin birinchi hoyliga kelsa taloq tushmaydi. Yoki birinchi hoyliga kelib bo'lib, birdam oldirmay, to'xtab, hadi qilib, Adıqını ötüp bilen vaqt ötüp ketkendan keyin ikkinchi hoyliq kelsa, yana taloq tushmaydi. Mush fa degan harfniki intayin inchki farqi bor. Xo'sh, endi va tusta'malul fa'u fil jazaa'i majazan. Endi fa harfi xo'sh, jazoga ishlatiladi majazan. Endi fa'ning o'zining haqiqiy ma'nosi bo'ldi. Al fa'u lit ta'qibi ma'al wasl. Yani fa degan lit ta'qibi narsani keynidan keltirish uchun va ulashtirib, ya'ni billa kendini aqdını keltirish uchun dedik. Endi mushu fa barchaqda jazo ma'nosi o'taydi. Jazo, ya'ni shartning jazosi. Fa'i jazo deb qo'yamiz chaqda. Fa'i jazo deyiladi. Ya'ni nima ish qilganda chunki jazo degan davomli shartning bu shadimi yana ta'qid degan ma'no tigidi bor. Munosabat bor, tabii munosabatsiz ish yo'q. Fa ta'qid degan ma'no bu tigida bilinmag'idi. Ya'ni shartni qilib bo'lgandan keyin sen andoq bo'lsang, mundoq bo'laman. Andaq qilsang mundaq qilaman, andaq qilsang mundaq bo'ladi deb ashada nimaning keyinda shartning keyinidan kiradi. Jazo shartning keyinidan kiradi. Ta'qib degan ma'no yine bor. Ta'qib degan ma'no yine bor. Nima qilsa li annahu yata'aqqabu ash-sharta. Nima qilsa li anna al-jaza chunki jazo degan shartning keyinidan orqadan kiradi. Jazo degan shartning orqadan kelganligi uchun fa'niki jazo ma'nosini bo'ladi. Fa iza qal masalan yani bunda desa in dakhalti dara fa anti taliq debdi. Bir odam ayoliga sen mushu qo'rog'iga kirsan fa anti taliq degan andin sen taloq. Ya'ni mushu qo'rog'iga kirsan sen taloq debdi. Mishadiki fa nima fa'i jazo deyiladi. Ya'ni yaqa'at talaqu aqibat dukhul. Bu taloq shu qo'rog'iga kirgandan keyin shudir. Ya'ni demak bu yerda fa nimani ko'rsatadi va fa fa'ning keyinidagi so'z jazo, ya'ni indaqatidar degan shart. Indaqatidar degan shart. Mushu shartniki ma fa anti taliq degan nima? Jazosi. Shartninki fa jazo bo'lgandan keyin jazo deganim bo'ladi, shartning keyinidan bo'ladi. Undaq qilsang mundaq bo'ladi. Degandan keyin sen bu o'yliga kirsang, sen taloq bo'lasan degandan keyin o'yliga kirdima arqidillar, to'xtab turmaslar taloq tushadi degan bo'ladi. Xo'sh. Endi mayada, muhim bo'lgan mana. Mana nima bilimlida nahvida chiqmayotgan yerlar bu. Va kaza tusta'malu fi ahkamil ilal. Va shuningdek fa harfi fi ahkamil ilal illatlarning hukmlarida ishlatiladi deydi. Illatlarning hukmlarida ishlatiladi. Endi biz illat deganni sizga tushungan darsda bir oz tushuntirib bergan. Bu asli illat degan nima desang qiyosning ruknul qiyos. Qiyosning bor bo'lgan taqvimdan tushunasizlar. Illat degan ruknul qiyos, qiyosning asosiy rukni. İllet degan nima desa, illat degan va vasfun yunatu bi hukmi shar'i. Yujadu
بوجود يوجد الحكم بوجود العلة وينعدم الحكم بانعدام العلة. Yani bu illet degan nima desa, illet degan bu bir sifat bu. Yani şeriatning hükümleri bilan aloqasi va bog'lanishliq bir sifat. Şeriatning hükmü bilan qat'iy ajramaydigan, birga turadigan bir nima sifat illet degan. Qachon illat bo'lsa hukm bor bo'ladi, qachon illat bo'lmasa hukm bor bo'lmaydi. Yani illat bilan hukm, illat bilan ma'lul abadan ayrılmaydı. La yaftalik. İllat bilan hukm ayrılmaydı. Ba'zan hukmlarning illatini biz bilalaymiz, ba'zanlarning illatini biz bilamaymiz. Uni biz illatini biz bilanmasak, uni biz bunun illati yo'q ekan deyishga bo'lmaydi. Masalan, bir Yaponning bir mashinasi bor deydi. Yaponning bir mashinasi Toyota shirkatining. Bu mashinada masalan 30 tane knopka bor bosadigan. Knopka. Har xil zir boshqaradigan, bosadigan 30 tane knopka bor. Bu 30 knopkaning biz 28 knopkani nima uchunligini bilamiz. Nima uchun Yapon shirkati, Toyota shirkati nima uchun bu knopkani yasaganligini bilamiz. O'rlashtirganligini. Ammo ikki knopkaniki nima uchun qo'yganligini bilmasak, bu nimani ko'rsatmaydi. Yaponning bu ikki knopkani bakan qo'yib qo'yganini ko'rsatmaydi. Balki bu bizning bilinmaganligimiz, masala bizda. Ammo Yapon unga mana bakan qo'yib ketgan degan gap Yapon shirkati, Toyota shirkati uni unmaydi. Yo'q, uni men bunda ish uchun qilganligingizni qalbingiz aqlingiz yetmaydi u yerga deydi. Xuddi shuningdek. Har qanday bir hukmning illati bor, ammo bu illatni biz bilishimiz mumkin, illa zohira va illa xafiya, maxfiy illat bo'lishi mumkin, bilinmaydigan. Buni illatini ham Alloh taolo biladi. Tamam? Endi illat degan bundaq hukmdan ayrilmaydigan bir narsa. Buni tushundik. Ammo bizda sabab deb bir narsa, sabab. Sabab degan nimaga hukmga elib boradigan bir narsa. Va sabab degan ma yufdi ila al-hukm bighayri ta'sirin fi. Ya'ni hükümge olib boradigan, lekin hukmga hech qanday bir ta'sir kuchi yo'q bo'lgan narsa sabab degan masalan. Ya'ni illatdan sababning farqi shu. Masalan, men suv og'ilib oldim, quduqqa suv og'ilib olsam, suvni elish uchun og'amcha, habl. Hablning o'zi sabab. Habl meni suvni elishimga sabab bo'ladigan narsa, vosita ya'ni, vosita. Ammo bu nima bo'lmaydi, illat bo'lmaydi. Bu sabab nimishqa? Chunki og'amchi o'zi suv tatib olmaydi. Og'amchi suvni o'zi tatib olmaydi. Biz suvni og'amchini ichiga chigib quduqqa tashlab, suvni tatib olgan vaqtimda uning keyinidan nima suv chiqadi. Demak, sabab bilan illatni farqi shu. Texmi oddiylashtirsak, masalan, namozniki vaqti, aqimis salati liduluki shamsi dedi Alloh taolo. Duluk shams pishim vaqtininki sababi. Pishim vaqtining vojib bo'lishining sababi kunning egilishi. Kunning egilishi. Tamam, unda olganda kun egilgan hamon pishim o'zi paydo bo'lamdi desa, yo'q. Pishimni o'qiganda namoz paydo bo'ladi. Vojib bo'ladi, lekin namoz kun egilgan bilan pishim o'zi o'qilib qolmaydi. Xo'sh. Endi lekin mushu pishim vaqtiniki illati nima desa, Alloh taolaning aqimus salata liduluki shams degan amri azalisi. Alloh taolaning amr farmoni shu pishimning vojib bo'lishiniki illati ta'sir ko'rsatgan. Ammo nima sabab bo'lsa shu kunning egilishi. Ba'zi chaqda kun egilmay qolishi mumkin. Ya'ni qiyomat kuni dajjal chiqqanda kun egilmaydi u chaqda. Kun egilmasa, u chaqda hukm pishim vojib bo'lmaydi masalan. Ya'ni agar kun egilmasa nima bo'lmaydi? Pishimga adanga vojib bo'lmaydi degan gap. Bu shunga o'xshagan gap. Masalan, ya'ni sabab ba'zi chaqda hukmdan ayrilib qoldi, lekin illat hukmdan hech qachon ayrilmaydi degan ma'nosi shu. Endi xo'sh, biz maqsad kelaylik dediki. Va kada tustamalu fi ahkamil ilal. Shuningdek fa illatlarning hukmlaridimi ishlatiladi. Ya'ni fa nima kirdi hukmlarga? Illat fa kirdi, biz bu yerdan bu fa'niki bu asli mavfa illatning hukmining fa'siga. Mavfa ma'lum fa'ning beshitgan narsa illatgan, ma'faning kin kelgan narsa hukmgan deb tushunamiz. Nima chiqadi? Li'annaha tata'aqqabu al-ilal. Chunki ahkam illatning hukmi degan nimadan keyin keladi? Illatdan keyin keladi. Illatning orqadilla, ya'ni illat bilan hukm hech qachon ayrilmaydi. Illatning orqadilla keladigan bo'lganlik uchun barchada fa illatning hukmi keladi. Faman qal masalan, kimki bunda desa li axir, ya'ni bir odam bunda desa bi'tu minka hada al-abda bikaza. Masalan. Yani bi'tu minka degan, yani bi'tuka degan gap, ya'ni men sana ma'qulni bikaza. Munda pul qo'satdim bikada dirhaman, ya'ni. Ma'qulni
Sana 1000 dirhemga satdim debdi biri. Degan bo'lsa faqalal akhar yana biri fahuva hur deb qapti. Fahuva hur. Degan bo'lsa yakunu qabulan lil bay'i iqtidaan. Mana mushu qabul bo'lgan bo'ladi lil bay. Mushu bay'ini qabul qilgan bo'ladi. Nima iqtido yo'li bilan. Yani iqtidoan nafs yo'li bilan. Xo'sh. Endi bu nima degan gap? Bi'tu minka hadal abdi bikada degan al bay'. Sana bu maqulni satdim degan gap nima? Illa. Satdim degan gap illa. Anda olgandan keyin hur yoki bo'lmaydi yakunu qabulan lil bay' iqtidaan. Satdim degan gap bo'ldi. Bu yerdagi satdim degan gapdan qabul illa bo'ldi. Qabul bir odam satdim degan bo'lsa, qulni majbur satdim degan bo'lsa, bu yerdagi illat nima desa, illat qabul. Ya'ni qabil degan so'z illat bo'ladi. Qabiltu degan so'z mushu savdoninki nimaniki savdoning chigilishining illati. Satdim degan bo'lsa, oldim degan chaqda savdo chigiladi. Savdo chigiladi. Xo'sh, endi favvahur degan gap nima? Illatdan chiqadigan hukm. Ya'ni savdo chigilgandan keyin buning mulki o'tgandan keyin o'zining mulki o'tgan narsani bu azod qilib o'talaydi. O'zining mulki o'tgan narsani bu azod qilib o'talaydi. Bir odam asli qoida bo'yicha masga ma'qulni majbur satdim desa, majbur satdim desa, nima deyish kerak? Qabil deb bo'lib uni keyinidan favvahur deyish kerak. Ammo bu yerda bu qabil demadi, bas favvahur dedimi? Bu yerdagi fa nimaga dalolat qildi desa, ammo fa'ning keyindan kelgan favvahur degan so'zning o'zi nimaga dalolat qildi ekan? Ma fa asli illatniki hukmiga kirgan fa ekan. Fa'ning beshida bir illat bor ekan, ya'ni qabiltu. Qabiltu degan bir so'zni biz nima qilamiz? Favvahur degan so'zning o'zi nima qiladi? Taqazzo qiladi. Taqtadi kalimatu favvahur kalimata qabilt. Qabiltu degan so'zni mishadiki favvahur degan hukm. Illatning hukmi taqazzo qildi. Chunki hech qachon illat hukmni ayrilmaydi. Nimishqa? Nimishqa azat deydi uni va favvahur deydi desa, chunki u agar uniki qabul olmagan bo'lsa uni azod qilinmaydi u. Qabul olmagan bo'lsa azod qilinmaydi. Mushu fa nimaga dalolat qiladi? Mishadiki favvahurniki osh illatning hukmi ekanligiga dalolat qiladi. Chunki agar mishadi favvahur demay, agar vahhur yoki huvahur degan bo'lsa, bu so'zni rad qilganligini bildiradi. Fa demay, men sana ma'qulni majbur satdim desa, vahhur degan bo'lsa, yoki huvahur degan bo'lsa, bu nima bo'lmay, bu qulni azod bu so'zni qabul qilganlikqa ishorat olmay, balki nima bo'lgan bo'ladi? Bu so'zni rad qilganlik bo'ladi. Shu fa degan harfning inchki masalasi shu mana. Fa nimaninki illatniki ba'zida illatga kiradi, ba'zida hukm illatning hukmiga kiradi. Biz mishadni fa kiribdi, fa degan davomli ya illatniki o'ziga kiradi yoki illatning hukmiga kiradi. Mishadki qabiltu favvahur degan bo'ldi miyada deb ma'zoratlab ketdi degan gap. Xo'sh, endi vaqat takunu fa'u li bayan illah. Ve ba'zida fa illatni bayon qilish uchun bo'ladi. Fa ya'ni illatga kiradi. Beshida illatniki hukmi kirdimi? Ba'zida fa illatni o'zini bayon qilish. Ma o fa'ning keyin kelgan so'z illat maqma o deganni bayon qilish uchun bo'ladi. İza kanat mimma tadum shart vardı. Bunun şartı yani qachonki kanat mimma tadum. Yani bu illat yani şu fa kirgan bu illat mimma tadum degan davomlashadigan narsa bo'lsa. Davomlashadigan narsa degani qanday narsa desa, ya'ni hukmdan keyinmi ba, hukmdan burunmi ba? Ya'ni mushu hukm bo'lishdan, mushu hukm berilishdan burunmi ba bo'lgan? Hukm berilib bo'lgandan keyinmi yana davomlashib turadigan? Andan. Bunday narsa nima uchun desa, anda olganda mushu fa'niga ta'qib ma'nosi yana ba bo'ladi. Men dedim beshida. Bu fa'ni haqiqiy majoziy ma'noga yetkazgan taqdirdimi? Buniki aş ta'qib degan ma'nosi bilinmadi deb. Chunki mushu hukmdan burunmi ba bo'lsa, hukm berilib bo'lgandan keyinmi ba bo'lsa, bu chaqda biz nima tushunamiz? Ha, buning ma'nosi asli hukmdan burunmi bu ma'nosi ekan-go. Hükümden burunmu banası ekan-go deb bilalaymiz. Masalan, hurriya degan o'xshash. Hurriya, azodlik masalan. Azodlik degan hukmdan keyin qoladigan narsa. Hukmdan keyin boqiy qoladigan narsa. Bunda boqiy qoladigan narsa bo'lsa, mana bu mishadagi fa'niki illatga kelishi joiz bo'ladi. Majoz yo'li bilan. Masalan, faman qala li 'abdihi kimki o'zining quliga mundaq desa, addi ilayya alfan fa anta hurrun desa. Sen menga 1000 ni bergin, fa anta hur desa,
Yu'taku fil hal. Derhal azat kılınıdı. Ve yasirul elfu deynen aleyh. Bu 1000 dirhem onun geldiğini karz buludu. Nim üçün? Nim hata dese? Çünkü müşahedeki fa'ya illet değildi. Fe ente hur illet. Fa'ya illet. Mıngni belgen değil. Nimiş ki mıngni bilmen dese? Fe ente hur. Yemenisi li enneke hur diyen buldu. Müşahedeki bunun manası eddi aleyhi elfen fe ente hur diyen yani li enneke hur. Mansab mıngni belgen. Nimiş ki mıngni bilmen mes karz davamısan dese? Çünkü sen azat. Çünkü sen azat. Yani bu nimini bildirdi dese? Yani siz bana mıng karz davadığınız nimiş ka dese? Çünkü mes azatlığı ötüp boğan. Yani bu şu mingni bilişinizde burun azat kılıp tutmadım. Ben size Allah kaçan azat kılıp tutmadım sizni. Sizin bunun burun mu azattınız? Bunun için mi azat? Şunu siz bana mingni bilsiz diyen boldu manası. Demek bu şu azatlık davamlışıdığan gap. Bunun için mi davamlışıdı? Bunun burun mu bağ? Siz bunun burun mu azattınız diyen manını bir vatıdı. Fe ente hur. İllet için boğan dikin yani çünkü diyen manını bildi. İllet diyen gap Uygurçada üçün çünkü diyen manını bildirdi. Li'enneke diyen lam ta'lil diyen gap. İllet dedik mi bunun lam ta'lil yani li'enneke hur diyen boldu. Şunu olan bu derhal azat kılınıdı ve yasirul elfu deynen aleyhi diyen bu 1000 dirhem bunun geldiğini karız buludu. Yani bunun geldiğiniz 1000 dirhem karız kaldı lekin azat bulap buldunuz gene bildirdi o. Bir şey dedik mi ki yani takip manası mı var bir şey de takip manası mı aslettim ba lekin yaga illet manasını uçuk ifadelendi. Ve tusta'melul fa'u bi ma'nel vavi mecazen. Yani bazı da fa vav manasından işletildi mecaz ülülen. Fa vav manasından işletildi mecaz ülülen. Ke kavlihi mesela. Ke kavlihi lehu aleyye dirhamun fe dirhamun. Dedim. Falanın benim geldiğimde bir dirhem ve bir dirhem pulusu var. Dese lezimehu dirhemani. Onunla 2 dirhem pul lazım kılıyordu. Müşahedeki vav, müşahedeki fa harfi takip için bulmasın. Belki ne için bulunmuyor da vav. Cemleş için, yani mutlak cem için buludu. Falanın geldiğinde, benim geldiğinde bir dirhem ve yeni bir dirhem pulusu var. Bir dirhem, yeni bir dirhem pulusu var da fani bir şeyde vav manasıyla ne kılımını düşündüğümüz. Üçüncü thumme. Thumme litterahi. Thumme litterahi diyen gibi hem de terahi üçün yani littehir. Yani ikki narsani oturuşdaki bir vaqtni ifodalash. Bir vaqtni kechikkanligi yani. Orqadan kelmay bir narsa kelib bir vaqt o'tgandan keyin, ma'lum vaqt o'tgandan keyin u kelganlikni masalan. Yani ikki narsaning oralig'ida fasl borligini, uzuklik borligini, bir vaqt borligini ifodalash uchun keladi. Lakinnahu inda Abi Hanife rahimahullah biroq summa Abi Hanife rahimahullohning ko'z qarashida summa Abi Hanife rahimahullah'ın karşıda yufidu terahi fil lafzi vel hükmü cemiyan. Lafızda ve hükümde birlikte keçikişini ifadeleydi. Lafızda ve hükümde birlikte keçikişini ifadeleydi. Mani ki hemen kamil tercüme falan bunu kendi misal düşünecek tıkım düşüneriz. Ve indehuma iki imamın köz karşıda İmam Muhammed ile İmam Ebu'nun köz karşıda yufidu terahiye fil hükmü ma'al vasli fit tekellüm. Yani boş gelen göz karşıda bu hükümdeki keçikişini ifadeleydi. Hükümde bir ağırlıkta keçikken fark var. Lekin nima demez, lafz demez. Ma'al vasli fit tekellüm. Ama sözleşte, lafızda, telaffuz kılganda unun işlem bilge. Bu telaffuzda, lafızda nimani ifadelemeydi? Fark var ekanligini ifadelemeydi o. Lafızda fark var ekanligini ifadelemeydi. Hükümde fark var. Ama lafızda fark yok. İmam Azam deydi. Mesela Ca'a Amrun thumme Zeydun desem, Ca'a Amrun thumme Zeydun desem, yani Zeyd geldi ondan keyin Ca'a Zeydun thumme Amrun desem. Zeyd geldi, Zeyd kapıla bir mücadele etkendan keyin Amr geldi degan gap. Buniki ma'nosi mı? Zeyd kapıla shuncha vaqt o'tgandan keyin Amr keldi degan. Bu ma'nosi mı, hukmi mi? Ve bu lafzning o'zi mi? Xuddi Ca'a Zeydun deb ben to'xtab qolib deydim. Hali vaqt o'tgandan keyin summa amrun deb yani lafzning o'zimi uzuk, xuddi uzuklikdek. Lafzni summa degan gap keldimi? Lafzning o'zimi uzilganini ifodalaydi. Xuddi to'xtab, oraliqda farq bor bo'lgandek ifodalanadi.
Lafızda. Hüküm mujda ifadındaydı. Ama İmam Ebu Yusuf Rahimullah neydi? İki şagird ya Ca'a Zeydun sümme Amrun diyen gap manisi Zeyd geldi. Zeyd kep bo'lib hali vaqt o'tgandan keyin Amr keladigan bo'ladi. Amma lafızı düşünse lafız ulap etilgan bo'ladi. Chunki Ca'a Zeydun sümme Amrun diyen gapning o'zi ameliyatda ulanib aqmaq etildi. Lafız jihatda farq yo'q, vaqti yo'q. Aqmaq etildi ameliyatda, lekin ma'ni jihatda kechikadi deydi. Mushu usul qoidadan hukmlar o'xshamaydi. Masalan, hukm qarab boqaylik. Samaratul ixtilof. Bu yerdagi ixtilofning samarasi, natijasi. İza qala li ghayril madkhul biha. Ya'ni bu yerdagi eng diqqat qiladigan masala g'ayril madkhul biha degan gap. Masalan, bir odam bir ayolni nikoh qilibdi. Nikoh qilib, bu ayol bilan bir uyga kiymapti. Bir yostiqqa bosh qo'ymabdi. Bu bir yostiqqa bosh qo'ymagan, bir uyga kiymagan holatidagi hukm nikohning hukmi boshqa, to'ylar, nikoh, taloqning hukmi boshqa. Bir uyga kiyib bo'lgandan keyingi hukm yana boshqa. Bu intayin inchki masala. Buni fiqhni bo'lganda bilasizlar. Ya'ni, masalan, eng oddiy farq bir uyga kiymagan, bir nikoh qilib bo'ldi, lekin bir uyga kiymagan xotinni bir taloq qilsa, bir taloq bayin qilsa xolos. Taloq bayin bo'lgandan keyin buni üzülüp ketadi. Bu ayoldan üzülüp ketadi. Uni keyin taloq qilsa, u taloq ayol tushmaydi. Ammo bir uy kiyib bo'lgan ayol bo'lsa-chi, bir uy kiyib bo'lgan ayol bo'lsa, bir taloq qilsa, uni ikki taloq qilsa, aqmoq tushib bo'ladi. Taki 3 taloq qilib bo'lmaguncha tushib bo'ladi. Ammo bir uy kiymagan ayol bir taloq qildi va taloq baydalam üzülüp ketadi. Farqi shu. Masalan, bir uy kiymagan bir ayol bunda desa, anti taliqun, summa taliqun. Sümme talikun in dehaltid dar deptu. Mesela sen talak. Sümme andinkin talak. Andinkin talak in dehaltid dar. Eğer muşoyluq kelsen, muşxoyluq kelsen degan bo'lsa, xo'sh, endi bunda surat qanday bo'ldi desa, fa indahu yaqa'ul awwalu va yalghu ma ba'dahu. Mana. İmam Ebu Hanife'nin göz qarashida birinchi talaq tushadi, anti taliqun degan birinchi talaq tushadi. Va yalghu ma ba'dahu undan keyingi talaqlar bakachulab ketadi. Nima ish qilsa, anti taliqun degan so'z xolos. Anti taliqun degan gap bilan talaq tushdi. Buni insho. Sen talaq. Masalan, talaqni tushirmaydigan talaq tushdi. Birinchi. Summa degan gapni keltirdi va uni oxirida summa degan gap Imom Azamning ko'z qarashida summa degan so'zni kimga ayirib aytganini bildirdi. So'zni shu so'zni amaliyotda oxirida taraxiy borligini, ulashib aytilmaganligini bildirdi. Hukmniki farq bor ekanligini bildirdi. Hukm tartib bilan, so'z tartib bilan orada farq bor, vaqt bor ekanligini ko'rsatdi. Unda bo'lgandan keyin anti taliqun degandan keyin g'ayr madxul birinchi qatim anti taliq degan gap bilan bu bayim bo'lib ketdi bu. Bayim bo'lib orliq uzilib ketdi. Orliq uzilib ketgandan keyin uni keyin aytgan ikkinchi taliqi xuddi yot ayolni taloq qilgandek, ajnika taloq ajnabiy yot ayolni taloq qilish tushmagandak, u taloq uning tushmaydi. Uni keyin summa taliqun intaqatida andikin o'yliq kirsan taloq degan bu ta'liqlarni tushmaydi. Chunki birinchi taloq anti taloq degan birinchi taloq tushdi, uni bilan bitta nima bayim bo'lib ketadi. Xo'sh, summa degan so'zlarniki lafzimu xuddi to'xtab anti taliqni deb bo'lib atisi summa taliq degan hukmiga o'xshash bo'ladi nimada Imom Azamning ko'z qarashida. Endi va yalghu ma ba'dahu undan keyingisi ham bakolab ketadi. Biz sharhga qarasak va yalghu ma ba'dahu degan nima deyapti nimada? Ya'ni li'anna tarahi lamma kana fi takallum. Chunki bu tarahi Imom Azamning ko'z qarashida gap qilishda bo'lganlik uchun faki annahu qal khudu anti taliqun deb bo'lib va sakata ala hadal qadar. Anta deb bo'lib shu bir miqdor sukut qilib fawaqa hada talaq. Mushtalaqan tushdi va lam yabqa mahallan lima ba'dahu degan uning keyinidikiga tushishga bahal qilmaydi. Li'annaha ghayr mawtu'a fayal chunki vati qilinmagan ayol bo'lgandan keyin birinchi taloq bilan bu nima bo'lib ketadi, bayim bo'lib ketadi. Undan keyin taloq tushishga o'rin qolmaydi, fayal hammasi bagajlab ketadi. Aynan, shu men degan gapni shuni o'zida aytadi. Xo'sh, endi valaw quddima shartu. Endi agar men shartni oxiriga gap qo'ymay, shart oldiga gap qolsa desak, u chaqda hukm boshqa. Valaw quddima shart, agar shart oldiga o'talsa, ta'allaqa al-awwalu bihi. Masalan, bunda desa, in dakhaltid dar anti taliq, thumma taliq, thumma taliq. Bunda shaklda desa, u chaqda ta'allaqa al-awwalu bihi. Birinchi taloq, ya'ni in dakhaltid dar anti taliq degan birinchisi shu shartga eslik qoladi. Shartga bog'lanib qoladi. Ya'ni sen mushu qo'rg'oqqa kelsan, sen taloq degan bo'lsa, ya'ni
matalak esip durdu. Esip durup kaçan muş koruğu kesi düşüdü anga esip durdu. Hoş. Ve vaka'at thani. İkinci talak şu cagdı düşüdü. Ve vaka'at thani. Yani anti indahatit dar anti talak diyen talak esip kaldı. Sümme talak diyene sümme talak diyen gap ma talak düşüdü. Andikin talak diyen gap ikinci talak düşüdü. Sümme talak diyen üçüncü talak balagassa. Üçüncüsü bakalım gidiyordu. Demiş kas sümme talak diyen ma ikinci talakka mehalba. Düşeleydi. Çünkü birinci talak ta'liq ulaptı de. İkinci talak urun ba. Bu düşeleydi. Üçüncü talak urun yok. Bu düşemmeydi. Çünkü ma o li gayril mevtu'a. Li gayril medhul biha. Hoş emdi ve kâle emdi işki imameyn ne mi deydi dese işki imameyn yeteallakne cemiyen. Ha bu surette hemmisi istifkadı bu talakna. Hemmisi ta'liq ulap durdu. Ve yenzilin eğer muş ayalmış koruğu kirse hemmisi tertip bilen şudu. Çünkü benimki tertip talaki hocam talaki bilen bulaş bilen birge tertip manisi mi var? Andikinde tertip manisi bile var. Yani demek çünkü bula imameyn ne mi deydi o? مالك شرح القائل وينزلن على الترتيب diyenge لأن الوصل في التكلم متحقق عندهما çünkü ki İmameyn'in göz karışıda şu lafız cihette ulunuş nima ameliyatdır. Ulunuş tahqiq kucudur. Yani bunun gepi sümme degan gap lafız cihette xuddi aqmaq ulab aytgan gap. Ameliyatda aqmaq aytdi ku. Sümme deb kelgan bilan aqmaq aytdi. Bir vaqtda aytildi. Shuning uchun bu bir vaqtda aytildi. Ve la fasla fil ibare. Bu ibarette bir ayrışını üzüş yok. Andağın gün feyeteallakul kullu bir şart. Hemmesi şartga alaqadar buludu. Sevaun kuddime şart ev ahir. Ev ukhir. Bu şart yani indekatid dar degan şart badi olsun. Badi kelsin. İndekatid dar ente talik ente sümme talik desin. Yaki ente talik sümme talik indekatid dar desin. Okşaş. Yani bu gapniki bu sümme faslını ifade edilmeydi. Faslını ifade edilmeydi. Lekin hükümde ifade edildi hükümde. Yani hüküm nima? Belki hüküm talakның düşüşü. Ama talak düşük. Velakin fi vaktil vuku talak düşken çağda yenzilne ala tertip. Tertip boyunca düşüdü. Avval birinci talak düşüdü. Onun keyin ikinci talak düşüdü. Onun keyin üçüncü talak düşüdü. Emdi hoş. Yani fe in kana medhulen biha. Eğer muş ayal eğer bu ayal medhulen biha yakav selas. Muş ayalın özü bir öykü kişigen vetri kılınan ayal olsa 3 talak düşüdü. Ve illa eğer bir öykü kirilmegen ayal bolsa, gayri mevtua bolsa, birinci talak düşüdü ve banet bihi. Onu olan bayım bulap gitdi, ikinci, üçüncü talak düşmeydi o. Emdi talak ikinci, üçüncü talak düşmeydi degeni nima bo'yicha ve yenzilna ala tertib. Tertip bo'yicha bu talaklar düşüdü degandan qaraganda, yani bu gayr medhul bihaga asli birinci talak düşkendikin ikinci, üçüncü talak düşmesi gerek. Birinci talak düşkendikin ikinci, üçüncü talak düşmesi gerek makan yok. Ama medhul bihaga şudu. Lekin miyadaki mesele biraz tefsili ve icmali mesele var denge. Bu ayal gayr medhul biha bolsa İmam Azam eğer şu surette gayr medhul biha bolsa birincisi şudu kendiki baga olap getirdi dedi. Ama iki imameyn bu talakның hemmesi esip durdu. Esip durdu. Onun kendinden birinci talak düşüdü. Birinci talak düşüdü. Birinci talak düşüp bunun bayım bulap gitti. Bu gayr medhul biha bolsa. Eğer birinci talaktan keyin yine nikah okutup toylak berip nikah okusa yine aş oylık giyse ikincisi düşüdü. Onun keyin nikah okutup toylak berip kısa yine oylık giyse üçüncüsü düşüdü. Demekçi. İmam Ebu Yusuf İmam Muhammed. Ama eğer muş ayal medhul biha ayal olsa uçakda akmakı düşüp aş oylık giygendikin birinci talak, ikinci talak, üçüncü talak bir yoluk düşüp gidiyordu o. Diyen buldu deydi mesela. Hoş emdi vakat teci'u thumme bi ma'nel vavi mecazen. Bazıda thumme vav manisiyle kirdi mecaz yoluyla. Bazıda thumme mecaz yoluyla vav manisiyle kep kalıdır. Ke kavlihi Teala Allah Teala'nın kavli hoşaş. Thumme kâne minellezîne âmenû. Yani thumme kâne minellezîne âmenû diyen andinkin iman etkalarının bol dediğen gep manisi. Ama bir adik andinkin diyen manini işletilmeydi. Yani manisi ey ve kâne minellezîne âmenû degan boldy.
Nimişqa dese o'ylab bakaylik mishada. O'ylab baksak mushu oyatniki 5'ida falaqtahamal aqaba فما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة هي ده yani ular davan aşamadı. Bu davan diyen nima u? Davan diyen nima desa? Fakku raqaba qul azat qilish deydi Allah. Qul azat qilish. Aw it'amun fi yawmin zi masghabiya. Hamma bilan qusqich ketgan kunlikda tamoq bilish. Fakku raqaba aw it'amun fi yawmin zi masghabiya. Yatiman za maqraba. U tuqqanlik munosabati va yetimlarga tamoq bilish. Aw miskinan za matraba. Tufuqcha ishib ketgan faqir miskinlarga tamoq bilish. Summa kana minellezina amanu. Ondan keyin iymon etish va tavasul bil sabr bilan va marhamat bilan o'zaro bir-biriga sabrni va marhamatni tavsiya qilganlar mushular hammasi dovon oshgan bo'ladi deyotidi. Endi bu yerga agar summaga o'zining ma'nosi aytildisak, o'zining ma'nosi aytildisak, bu yerda bir gap chiqdi bu yerda. Ya'ni demak bir odam iymon etishdan burun qo'l ozod qilsa, iymon etishdan burun miskinlarga tamoq bersa, iymon etishdan burun shuni yaxshilik qilsa, hammasi savob beriladigan o'xshaydi. Shunda foydasi bor, dovon oshgan bo'ladigan o'xshaydi degan ma'no chiqib qoldi. Amaliyotda unday emas. Ya'ni eng avval iymon etish shart. İmansız kılıngan ameldeki faydası yok ahirette hech qanday. İmansız kılıngan amelge hech qanday savob berilmaydi. Endi anda olgandaki qanday qilamiz? Mishatki summa ha va ma'nosi, vav ma'nosilangan. Summa vav ma'nosilangan. Ba'zi yerda summa tartib, summa tartibiyya deb qo'ygan bir gap bor. Ya'ni mishatki summa nima ma'nosi bo'lmay, taraxi uchun bo'lmay, balki nima uchun kelgan vav ma'nosi bilan. Ya'ni shundoq ishni qilgan va shundoq ishni qilgan deb hammasi bir yani toplam holatda mushundoq iymon etgan o'zaro sabrni va marhamatni tavsiya qilishgan, qul ozod qilgan, faqirga tamoq bergan mushunda odamlar dovon oshgan bo'ladi. Dovon oshalgan mushular deb ma'na aytamiz. Shu chog'da ma'na to'g'ri chiqadi. Mana mishadagi mushu nimaniki summaning ma'nosi nima bo'ladi? Mushu majoziy ma'no olgan bo'ladi. Unda olganda buning oldingi ma'nolar hammasi taraxiy degan ma'nodan tushgan hukmning hammasi nima? Haqiqiy ma'nosi bo'ladi. Hoş dördüncüsü bel. Bel li tedarukil galati. Bel hatanı tüzütüş için. Hatanı tüzütüş içindir. Bir ikameti sani bir makamel evvel. Yani ikincisinde yani belden keyin kelgen sözünü belden avvalki sözünün onu da turguzuş bilen. Hatanı tüzütüş. Mesela ke kavlihi ca'ani zeydun bel amrun. Bir adam depti mesela. Benim yanımda Zeyd geldi. Bel amrun. Belki emir geldi. Diyen yerde bir şeyde Zeyd mi geldi, emir mi geldi diyen bo'lmaydi bunun ma'nosi. Zeyd keldi deb bir xato deb septiman. Asli demakchi o'g'lim emir demakchi deyman. Meni qishim Zeyd keldi. Yo'q, balki emir kelibdi o. Zeyd emas ekan, emir ekan deb gapni tuzitish uchun. Bu balniki o'zining ma'nosi tadarukil g'alat. Xo'sh, endi foyda, lekin mushumu yana hukmni ifodalaydi. Shuning uchun keltirdi buni hukmni ifodalaydi. Qanday hukmni? Foyda va innama yasihu tadaruku bihi fil ikhbar dun al insha. Endi mushu bel degan mushu so'z bilan harf bilan tedar xatoni tuzitish ixborda durust bo'ladi. Ixbor yani jumla xabariyada durust bo'ladi, inshoda durust bo'lmaydi. Yani jumla inshoiyada durust bo'lmaydi. Masalan, qanday gap desa fatatluqu salasan idza qala lil madkhul biha. Masalan bir ayol kishiga bu ayol kishiniki eri yani madkhul biha bo'lganini vati qilingan, bir yostiq bosh qo'yilgan, bir uyga kirilgan ayolning eri bu ayolga mundaq desa bu ayol 3 taloq bo'ladi. Masalan, anti taliqun vahidatan bal sintayn desa, sen bir taloq, balki 2 taloq desa, mishada bu 3 taloq olib ketadi. Bu ayol 3 taloq olib ketadi. Nimish qilsa li'annahu lam yamlik ibtal al-awwal. Chunki bu odam bu yerda bir taloq qiluvchi birinchisini baqo qilishga ega bo'lolmaydi. Nimishqa? Fayaqani an birinci talak yani talakun vahide degan söz ve belsinteyn degan ikinci söz ikkinisi tushib 3 talaqqa tushib ketadi. Yani bu nima degan gap? Chunki talaq deganning chaqchiqimi uchun pishiq, chimpishiqmi uchun pishiq. Og'zini chiqatdimi bu gap yanolmaydi. Bu chunki bu jumla inshoiya. Men seni talaq qilaman hozir, men sana hozir talaqni tushiraman degan gap. Bu gapni bel tuzlanmaydi. Bel uni tuzitishga kuchi yetmaydi. Bel faqatlam ixbari, ya'ni jumla xabariya bo'lgan gaplarni tuzlaydi, ammo jumla inshoiya bo'lgan gaplarni tuzlanmaydi. Şu anti taliqun vahidatan balsi dengiz xuddi bu yerda
ve sinteyn degende elem bulup kalıdı. Mesela sen bir talak ve iki talak, üç talak dediler birli hesaplanıp gidiyordu. Çünkü nima üçün dese bir yerdeki bel cümle inşaiyenin kullanmaydı o. Emelden kaldıramaydı ama cümle haberiyenin tüzdeleydi. Mesela bihilafi kavlihi mesela bu adamınki kavlinin hilafıyla mesela. Bunda dese adam lehu aleyye elfun bel elfani dese fiyelzemuhu elfan. Bir adam falanının benim geldiğimde 1000 dirhem pulusu var. Yapılıp bel elfan yak 2000 dirhem pulusu var dese bir yerde 3000 dirhem pulusu var oldu. 3000 dirhemge kırakan bol dep turamaymiz. Ma cümle haberiye bağlılık için. Fiyelzemuhu elfan. Bunun geldiğinde fakat 2000 lazım kıldı. Yani bir yerde hatanı tüzdeleydi. Ditada nima ve yine yasihu et-tedarub. Miyada hatanı tüzütüş durus bu demişka ma cümle haberiye. Ama cümle inşaiyede nimene hatanı tüzdenmeydi. Hatanı tüzdenmeydi. Demek muşum intayet hiç usulü vaka. Az cümlenin haberiye mi inşaiye mi ikerliki dikkat kılış gerek. Mümkün bel kep kalsa bu bel cümle haberiye yani tüzdeleydi. Cümle inşaiye yani tüzdenmeydi o. Bugünkü dersimiz müşahede ahirlaştı ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.